Men Absattar va Gulida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda pedagogik mahorat va uning asosiy tamoyillari mavzusini ko'rib chiqamiz. Biz bu mavzuni 3 reja asosida o'rganamiz. Birinchi reja ta'lim jarayonida tarbiyaviy ishlarning o'rni. Ikkinchi reja tarbiyaviy ishlarda pedagogik mahorat va uchinchi rejamiz pedagogik mahorat va uning asosiy tamoyillari. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyat ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqa avlodga o'tadi. Pedagogik adabiyotlarda tarbiya atamasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlaydigan intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari va san'atning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot ham kiradi. Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy, axloqiy qiyofasi va estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni ham anglatadi. Bunda oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tarbiya ishini amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'la oladi. Chunki ta'lim va ma'lumot olish jarayonida shaxsning faqat bilimi ko'payibgina qolmay, har qanday balki axloqiy, ma'naviy sifatlari ham qaror topishi tezlashadi. Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida juda katta ahamiyatga ega. Yosh avlodning umuman jamiyat a'zolarining tarbiyasi ham yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turqunlik va inqirozga uchraydi. Negaki o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham ta'lim va tarbiya birinchi qatorda o'rin egallashi lozim bo'ladi. Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasida tarbiyaviy tadbirlarni takomillashtirish zaruriyati alohida ta'kidlangan. Siyosiy tuzumning o'zgarganligi, yangicha iqtisodiy qarashlar va munosabatlarning shakllanib borishi, tarbiyaviy ishni yaxshilashda davr talabiga javob beradigan yangicha tamoyillar, g'oyalar, ish uslubiyatlarini ishlab chiqish hamda o'qituvchining ijodkorlik faoliyatini qaytadan qurmoq lozim bo'ladi. Tarbiyaviy ishlarga yangicha munosabat mustaqillik ma'naviyati negizi asosida hukumat qarorlarida, xalq ta'limi tizimida, islohotlarda, olimlar va ijodkor o'qituvchilarning izlanishlarida o'z aksini topmoqda. O'zbekistonning uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha o'quv muassasalari yosh avlodga milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishda, ma'naviyatni milliy merosimiz bilan hamjihatlikda olib borishda, yosh vatanparvarlarni tarbiyalashda yangicha ish uslublari asosida ijodiy yondashmoqdalar. Ijodkor, ilg'or o'qituvchi, tarbiyachilar o'z faoliyatlari davomida tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishda quyidagi mahorat tamoyillarini asos qilib oladilar. Bular tarbiyaviy tadbirlar o'tkazishdan maqsad milliy ma'naviyatni yosh avlod ongiga singdirishdan iborat ekanligi, tarbiya jarayonining milliy va umuminsoniy qadriyatlari bilan bog'lab, bola qalbiga va ongiga ta'sir o'tkazish, tarbiyaviy ishlarni o'quvchilar jamoasini jipslashtiruvchi omillar bilan boyitib,
tarbiyaning ta'lim bilan uzviyligini alohida ta'minlash, tarbiya jarayonida bolalarni tarbiyalanganlik darajasini aniqlash va ijobiy tomonlarini o'stirish, bola shaxsiga hurmat va e'tibor qaratish lozimligi alohida ta'kidlangan. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish tamoyillari barkamol insonni tarbiyalashda keng imkoniyatga ega bo'lib, uni qay darajada olib borish tarbiyachining pedagogik mahoratiga albatta bog'liqdir. Tarbiyachining pedagogik mahorati ko'p qirrali bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mehribon bolalar hamkorligida, o'quv-tarbiya jarayonidagi hamkorlikda, bolalarning qayg'u-hasrati, g'ami va omadsizligida hamdard bo'lishda, muomala madaniyatida bu asosiy hisoblanadi. Chuqur bilim egasi bo'lishida, o'qituvchining ruhiy holatda, samimiyligi, oliyjanobliligida, jamoa bilan ishlashda, vaziyatni ijobiy tomonga san'atkorona yo'naltirishda namoyon bo'ladi. Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasi pedagogik mahoratni, ya'ni bu tushunchasiga turlicha izoh berishgan. Jumladan, pedagogik ensiklopediyada ta'rif quyidagicha izohlangan. O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fikrini chuqur biladigan, yondash fanlar sohasini chuqur tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubini mukammal egallagan mutaxassis deya ta'riflangan. Ushbu ta'rifning mohiyatidan kelib chiqib, o'qituvchining pedagogik mahorati tushunchasini, ya'ni mazmunini shunday izohlashimiz mumkin. Birinchisi, madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql zakovatiga yuksak ko'rsatkichlik. Ikkinchisi, o'z faniga doir bilimlarni mukammal bilishi, ya'ni shunday bilimlar egasi. Uchinchisi, pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishligi. To'rtinchisi, o'quv-tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi. Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, bunda pedagogik insonparvarlik talablariga o'zi bo'ysunishi kerak. Ikkinchisi, kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan mohirona, mukammal bog'lay olishi kerak. Uchinchisi, pedagogik qobiliyatga ega bo'lishi lozim. Bu ham asosiylardan hisoblanadi. Va to'rtinchisi, pedagogik texnika sirlarini puxta egallashi kerak. Pedagogik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro munosabati, hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy, axloqiy, ma'rifiy hamda tarbiyaviy ishlarni tashkil etishi va amalga oshirishi, bu jarayonda xulq-atvori va hissiyotlarini ham jilovlay olishi kerak va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar ham berib o'tishi lozim. Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boraveradi, ya'ni yuksalib boraveradi. Buyuk nemis pedagogi Adolf Distelberg bu haqda shunday ma'lumotni, ya'ni o'zini fikrini berib o'tgan edi. O'qituvchi muntazam ravishda o'zining fani bilan shug'ullanmoqi lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh hech qanday meva bera olmaganidek, bunday pedagogdan, bunday o'qituvchidan kelajakda hech nima kutish mumkin emas. Bu albatta to'g'ri fikr deb hisoblayman. Muomala mahorati bu ham pedagogning asosiy xislatlariga kirib o'tadi. Har bir tarbiyachining dunyoqarashi, tarbiyalanganligi, odobliligi uning birinchi bo'lib muomalasida namoyon bo'ladi. Muomalaning asosiy vositasi esa albatta tilimiz hisoblanadi. Xalqimizda shunday naql bor. Bola shirin so'zning gadosi bas. Shunday ekan, tarbiyachi ko'proq o'zining muomalasiga e'tibor berishi kerak. Til shirin,
xushmuomala o'qituvchi eng obro'li hisoblanadi. Bu darsda ham, umuman o'zimizning hayotimizda ham bilsak bo'ladi. Husayn Voiz Koshifiy shunday deb o'zini fikrlarini bildirib o'tgan edilar. Yaxshi so'zdan bolakni aytmaysizlar va ko'p so'zlamoq ko'ngilni qaro qilur. Yoki mumkin esa yaxshi so'z qil oshkor, yaxshi so'zdan xo'p yo'qdir yodgor. Ya'ni nasihatdan shirin so'z va muloyimlik bilan ibtido qilg'il. Bu haqda o'zimizning G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy ham o'zining nazariy fikrini berib o'tgan. Alisher Navoiy muomala qiluvchi shaxsning mahoratida eng avvalo til shirinligi muhim ahamiyatga ega. Bu borada shirin so'z ko'ngillar uchun bamisli asaldir degan edilar. Tarbiyachining adolat bilan ish tutishi, ya'ni bu ham adolat ham tarbiyachining asosiy xususiyatlariga kirib o'tadi. Adolat iymon e'tiqodga, pok niyatga eltuvchi, haqni nohaqdan ajratuvchi bir o'lchov. Adolat insonlar xulqini baholovchi muhim mezon hisoblanadi. O'tmish ajdodlarimiz adolat va adolatsizlikka alohida e'tibor berib, o'zining bu tushunchani siyosiy, falsafiy, huquqiy va axloqiy nuqtai nazardan turlicha talqin etib, komil insonning tarbiyasida u katta vosita ekanligini ta'kidlab o'tganlar. Jumladan, Amir Temur saltanatni boshqarishning bosh mezoni deb ham adolatni berib o'tgan edilar, ya'ni hisoblagan edilar. U o'zining pand nasihatlarida ham yosh avlodni adolatli bo'lishga chorlaydi. Har mamlakatda adolat eshigini ochdim. Zulmusdan yo'lini to'sdim. Qaysi mamlakatni zabt etgan bo'lsam, o'sha viloyatning ulug'larini og'a-inilarimdek, yoshlari va bolalarini esa o'z farzandlarimdek ko'rdim degan edi. Husayn Voiz Koshifiy o'zining Axloqi Muhsiniy asarida ham shunday yozadi. Adolat insonlarning bir-biriga yaxshilik ko'rsatishidir. Adolat va adolatsizlikning asriy ko'rinishlari insonning qilmishi, harakati, tili, muomalasi va madaniyati tashqi qiyofasida o'z aksini topadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatish mahorati. Tarbiya jarayonida pedagogik ta'sir ko'rsatish mahorati o'quvchiga u yoki bu yuksak axloqiy sifatlarning mohiyatini anglatish jarayonida qo'llaniladigan o'qituvchi tarbiyachining ish usullaridan biri va muhimi hisoblanadi. O'quv tarbiya jarayonida o'qituvchi tarbiyachi o'z maqsadiga erishish uchun doimo o'quvchilarga o'z talablari bilan yondashishi kerak. Ularni rag'batlantiradi, ogohlantiradi, tanbeh beradi. Bu talablarning qanchalik ta'sir etishi esa tarbiyachining pedagogik mahoratiga bog'liqdir. Talablarning qo'yilish shakllari. Tarbiyachi tomonidan talabni to'ppa-to'g'ri qo'yilishi, bunday talab bolalar jamoasi bilan ishlashning dastlabki, ya'ni birinchi bosqichidir. Ijodkor pedagog Makarenko samimiy, oshkora, ishonarli, qizg'in va qat'iy talab bo'lmasa, jamoani tarbiyalashni boshlab bo'lmaydi degan edilar. Talab ijobiy va bolaning xatti-harakatlariga to'sqinlik qilmasligi, talab aniq va tushunarli bo'lishi. Qo'yilgan talab natijasini albatta bilishimiz ham kerak. Talab ochiq chehra, samimiy ohangda berilishi ham kerak. Iltimos, maslahat, yaxshi niyatga chorlashi ham lozim. Talab bolalarning yoshi, bilim saviyasiga mos bo'lishi bu asosiy xarakteristika hisoblanadi. Talablarda kesatish, luqma, minnat bo'lmasligi lozim. Bu o'quvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Tarbiyachining pedagogik ta'sir ko'rsatishning yana bir shakli o'quvchi va o'quvchilar jamoasini istiqlol yo'liga boshlash mezoni ham hisoblanadi. Bitta jamoada tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida oshkoralik va ishonch bo'lishi lozim. Bu o'z-o'zini boshqarish an'analarga ma'lum va qonunlarga amal qilinishi muhim hisoblanadi. Tarbiyachining o'quvchilar jamoasini jipslashtirishdagi mahorati. Albatta, o'quvchilar bir-biriga jipslashishga hamkorlik qila olishi lozim. Kishilik jamoasi paydo bo'lgan davrdan boshlab inson hech qachon yolg'iz yashay olmagan. Bu albatta muhim. Jamoani tashkil qilish va uning tarbiyaviy ta'sirining nazariy va ilmiy asoslari, ya'ni amaliy asoslari mutafakkir va olimlar tomonidan o'rganilib, ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.
Tarbiyachining navbatdagi vazifasi bolalar jamoasini tashkil qilish, ularni tarbiyalash, jipslashtirish borasidagi nazariy bilimlarni o'zlashtirib, ilg'or tajribalarga suyangan holatda o'quvchilarni tarbiyaviy jarayonda o'rtoqlik, do'stlik hissi bilan tarbiyalash, hamjihatlik, o'z-o'zini tarbiyalash va boshqarish kabi jamoatchilik sifatlarini tarbiyalash mahoratini o'zlashtirishdan iborat. Ular sinf, boshlang'ich jamoasini tarbiyalash va ularda o'zaro munosabat aloqalarini yaratish ham kerak. O'quvchilar kundalik faoliyatlarining hamma qirralarida jamoaga jipslashish lozim. Shaxsiy manfaatdan jamoa manfaatini yuqori o'ringa qo'yish bu ham eng asosiy hisoblanadi. Jamoada bir-biriga mehr-muruvvat, saxiylik, do'stona hamkorlik mavjud bo'lsa, katta tarbiyaviy kuchga aylanadi. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilari jamoasini tashkil qilishda o'qituvchidan turli-tuman usul va vositalardan mahorat bilan foydalanishi talab qilinadi. O'qituvchidan jamoa a'zolarining yangi sharoitga, ya'ni maktabning 1-sinfidan boshlab moslashuv davrida ularga ishonch, hurmat, xushmuomalalik talablarini to'g'ri qo'ya bilish, shu bilan birga o'quvchini tushunish va uni eshita bilish mahoratiga ega bo'lish talab etiladi. O'quvchilar jamoasidagi yetaklovchi kuch, tayanch o'zagini o'zi tanlab olishi lozim. Jamoa a'zolarining har birining kuchiga, qobiliyatiga qarab ularga topshiriqlar berish, ya'ni yo'l-yo'riq ko'rsatish. Jamoada yangi an'ana, qonuniyatlarni dastlabki kurtagini yaratish va ularni tatbiq qilish, ya'ni ularni o'quvchiga amal qilishga yordamlashish kerak. Va 5-si, jamoa istiqbolini davr talabi bilan moslashgan holda belgilash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik mahoratga ega bo'lish ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlash garovi bo'libgina qolmay, ayni vaqtda o'qituvchilarning jamoada, ijtimoiy muhitda obro'-e'tiborini oshiradi. O'quvchilar orasida unga nisbatan hurmat va muhabbat yuzaga keladi. Kasbiy mahoratni oshirish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etish, pedagogik faoliyatda yo'l qo'yilgan va qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolardan xoli bo'lish, o'quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling.